Yashayotgan hayoting senga yoqyaptimi? Shu xotiningizga hayronman. Sizni yomonlayverardi. Nimaga bunaqa bo'lgan? Sizda erkin topish qiyin-ku. Jonim, hali bu boshlanishi. Senga zo'r hadyam bor. Siz meni borgan sari hayron qoldirasiz. Zo'misan? Rahmat xo'jayin, yaxshi keldingizmi? Men aytganchaga men nima qildinglar? Tushirib yordinglarmi hamma narxlarni? Oyoq kiyimlar narxini 30 mingdan 350 minggacha tushirib qo'yganmiz. Mana oyoq kiyim olsam bo'ladimi? Nima degani? Bemalol senga любой narsa mumkin. Menga qara, ishing tashlaganda, bor kenayingi narxlar bilan tanishtirganda, yoqqan oyoq kiyimini qilib ber. Kenay mana shu turgan oyoq kiyimlarimiz oldin 100 ming sotilgan. Hozir skidkada 30 ming so'm. Bu skidkalar hali boshlanishida men bilan atiga 40 ming so'm qilib qo'yganmiz. Bu oyoq kiyimni rasvetkasida menga razmer bormi? Siz razmer qo'yib turing, buni narxi atiga 78 ming skidkaga qo'yib yuborganmiz. Bunga mos sumkalaringiz-chi? Bunga mos sumkalarimiz ham bor. Sumkalarimiz 99 mingdan 220 minggacha bor. Menga qarayman, bu sumka bilan oyoq kiyim olsa yo'qdi. Endi bunga mos egnimga ko'nyapsam degandim. Muammo emas. Yangi do'konimizga olib bor, yoqqan kiyimlarni olsang o'ziga. Xo'p bo'ladi xo'jayin. Mana bu kiyimingizda menga razmer bormi? Ha, bor. Hozir beraman. Nima bo'ldi bilan ishlari? Bo'ldi, hozir olib kelgan soatdan beramiz. Senga ma'qul keldimi olgan narsalari? Ochilmagan qiralaringiz ko'p ekan sizni. Keyingi safar agar u narsa kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu Novzaga kelgan paytingda ikkalasi ham shunaqa arzon tegidi. Novza shows, Novza collection. Tushundingmi? Kelib olib turasan. Men siz kelib qolsa, любой narsa beraveringlar, xo'pmi? Yur. Yoqdimi senga? Ha? Cho'tka ekanmi? Bugun qolsangiz bo'lardi. Yo'q, uyda bolalarimni sog'inganman. Boshqa safar qolaman, xo'pmi? Aka, Sen bu yerda nima qilsan? 2-3 kundan beri telefon qilman, akasiga hech tushib olmayapti. Pul masalasi bo'yicha SMS ham yozdim, javob bermadi. Tinchlikmi? Ukam hozir ortiqcha pulim yo'q, to'g'risi. Bor pulimni biznesga tikib qo'yganman. Biznesga-da. Ertalab yuzga bordim. Kenayim bilan gaplashib qoldim. O'zi sizni bu yoqqa chaqirganimdan men xijolatdaman. Tinchlikmi kenay? Akangiz nima ishlar qilib yurganlaridan xabaringiz yo'qmi? Ishlar bilan bo'lib, hech xabarim bo'lmagan ekan. Nima qilyaptilar? Men o'rtog'im bilan Erkak kishi agar uydan halovat topolmasa, uni boshqa joydan qidiradi. Meni bunaqa narsalarga umuman chaqirmang. Hozirgi holatni ko'rib ikkilanib qoldim. Jigarlaringizdan ko'ra ko'chada ham manjara qilish sizga afzal bo'lib qoldimi? Man ras og'zingga qara gapir, tushundingmi? Ukamsan, dayab o'tiribman.